Navbatdagi savol. Ustoz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni namozda oyoq kiyimlarini yechib qo'ydilar. U zotni ko'rib sahobalar ham yechishdi. Namozdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz ichida Jabroil alayhissalom kelib, oyoq kiyimlariga najosat tekkanini aytgani uchun yechganlarini aytdilar. Savolim shuki, ko'pchilikni ko'rdim, hojatxonaga kirgan oyoq kiyimi bilan namoz o'qishadi. Namozning yana bir sharti, namoz o'qiladigan joy pok bo'lishi kerak, lekin ba'zilarni ko'raman, hamma yerda namoz o'qib ketaverishadi, biron narsa solib o'tirishmaydi. Shuni tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bu narsa o'zi aslida najosatni bor yo'qligiga bog'liq narsa. Ayoqda hozir aytganlar hadisda aytibdilar. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda turib ichdilar. Sahobalar ham ichdi ergashib. Shunda nimaga ichdilar endi? Sizlar siz ichganingiz uchun ichdik. Rasululloh aytdilarki, menga Jibril xabar berdi, oyog'im tagida shu bir ozor bor ekan deb. Ozor deb, ya'ni najosatdan kinoya qilib aytganlar. Mana shuning uchun ichdim deganlar. Demak, aniq bo'lsa ichish kerak. Lekin aniq bo'lmasa bu oyoq kiyim tuproqlarda bosadi. Endi bo'lib ham Saudiyani o'sha diyorini siz o'ylab qarasangiz, qumlik, issiq, bunday najosatlar bir joylarda nam holatda oyoq kiyimga yopishib qolayotgan holatda yotmasdi-da hamma joyda masalan. Unday bo'lgandan keyin masalan quruq bo'ladi bo'lgan najosatlar ham. Endi ba'zan agar nam bo'lib oyoqqa yopishib qolsa, ana shuni tozalash kerak bo'ladi. Lekin agar u ko'rinan najas bo'lmasa, oyoq kiyim tuproqni bosib yurgan bo'lsa, uni tagida ochiq najosat bo'lmasa, u tohir hisoblanadi. Chunki tuproqda yuradi, toza joyda yuradi. Najosatni bosib oldi degani bosib olsa o'zi biladi, hidi chiqadi masalan, o'zi ko'rinadi. Lekin hozir ko'p joylarda odamlar najosat bosib yurmaydi oyoq kiyim. Toza uylarda, masalan, mehmonxonalarda, gilamlarda oyoq kiyim bilan yuraveradi. Chunki bo'lsa bir changi bor u oyoq kiyimda, boshqa bir uni iflos bir najosati bor deb degan narsani ko'rmaysiz uni. Shuning uchun ehtiyoj bo'lgan paytda oyoq kiyimda namoz o'qish sunnat bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana o'zlari ham oyoq kiyimda o'qigani Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Buxoriy rahimahulloh oyoq kiyimda namoz o'qish bobi deb sahihida keltirgan. Babus solati fi ni'al deb, oyoq kiyimda namoz o'qish bobi deb. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar namoz o'qiganligi haqida xabarlarni keltirgan. Bu sunnatda bor bo'lgan narsa. Oyoq kiyim faqat ehtiyoj bo'lgan paytda, oyoq kiyim bilan o'qish kerak ekanda masjidga oyoq kiyim bilan kirib ketmaydi odam. Har bir joyda o'zini ya'ni fiqhi bor, o'zini qilinadigan ishi borda, safarda masalan oyoq kiyimni yechishga haraj bor bo'lgan joylarda, ko'chalarda masalan, ko'chalar yomg'ir bo'lishi mumkin yoki bir tashqarida musofir bo'lib ketayotgan joylarda namoz o'qiysiz, aeroportlarda namoz o'qiysiz masalan. O'shanday holatlarda oyoq kiyimda namoz o'qisa bo'laveradi. Endi hozir aytayapti, hojatxonaga kiriladi, bosiladi, chiqadi. Hojatxonaga kirganda masalan oyog'iga bir masalan suvmi bir narsa tegayotgan bo'lsa, misol hojatxonadagi chiqqandan keyin yurgandan keyin undan keyingi tuproqlar uni toza qilib yuboradi. Rasululloh buni aytdilar va Ummu Salama onamiz etagimizga bir narsalar tegib qoladi, najosatlar tegib qoladi desa, yutahiruhu ma ba'dahu deganlar. Undan keyingi holat keyin tuproqlarga ishqalganligi bilan u toza bo'lib ketadi deganlar. Oyoq kiyim aynan o'shanday narsa. Keyingi holatlar uni toza qiladi. Lekin najosat ko'rinib turgan bo'lsa, bunda namoz o'qib bo'lmaydi hozir Rasulullohdan qilganlari kabi. Endi hozir aytayaptiki, bu kishi hammani ko'rdim, uchragan joyda namoz o'qib ketyapti deb. Chunki shunday o'zi asl shu namoz o'qiladi. Namoz o'qishdan qaytarilgan joylar bor, hojatxona, hammom, maqbara. Mana bularda namoz o'qishdan qaytarilgan. Boshqa joy hammasi yer bizga masjid qilib berilgan. Rasululloh aytdilarki, "Ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura." Menga yer hamma joyi menga masjid va poklovchi narsa qilib berildi. Yer pok. Shuning uchun o'zi asli yerga namoz o'qish o'zi aslida. Hattoki joy namoz hisob namoz o'qish mumkinmi degan savol keladi. Chunki ixtilof bor. Ba'zi ulamolar joy namozda namoz o'qib bo'lmaydi degan. Yerga o'qish kerak namozni. Shu hadis keltirib, yer menga mashq qiladi dedi. Lekin u gapi olinmagan chunki aksar jumhur ulamolar hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hasir bo'yran ustida namoz o'qiganliklarini keltiradi. O'qilaveradi, ya'ni yerda o'qish shart degani emas. Hatto shu darajada demoqchiman-da. Ya'ni yerda masalan bir odam yerda namoz o'qisa yo'q bo'lmadi degan odam bilmayman men, yo'q bunaqa odam. Ixtilof yo'q bu narsada. Yerda o'qisa namozi joiz bo'lishda. Qumda, yerda, tuproqda, o'tda masalan namoz o'qisangiz o'qiring. U joy namoz hisob o'qish degan narsa sunnatda yo'q o'zi aslida.
joynamoz atay joynamoz solib o'qish degan narsa, bu narsa sunnatda yo'q. Endi masalan joy tozaroq bo'lsin degan nimada o'qisa o'qaversin masalan, kim joynamoz o'qiyotgan bo'lsa. Lekin illoki joynamoz bilan o'qish kerak degani emas bu. Masalan gilam toza bo'layotgan bo'lsa o'qiring. Qayer toza joy bo'lsa toza joyda namoz o'qiramiz. Mana haramlarda marmar toshlarda ustida namoz o'qilinaveradi. Toza hamma joyda artadi, tozalaydi. O'sha joyda namoz o'qilinaveradi. Shuning uchun asl o'zi pok joyda namoz o'qish va yana asl yer va hamma joy tohir pok ekanligi, toki najosat ko'rinib ko'zimizga ko'rinadigan bo'lmaguncha. Agar najosat ko'zga ko'rinsa, u narsa albatta saqlanib, tozalanib namoz o'qilinadi. Vallohu a'lam. Navbatdagi